fermani obzor qilib berganlar bor edi. Yuringlar, haqiqiy bir o'rdak ferma qanaqa bo'lishini ko'rsataman. Yuringlar. Har 2 kunda, uzog'i bilan 4 kunda uborka bo'lishi shart. Hidlanmaydi. Bir неприятный hid bo'lmaydi-da. Bu tomonga hech o'zgartirish kiritganman. Oxirchasini mayda latokcha bo'lardi, ashaka qo'yganman. Suvini sal o'rtalashtirdim, sababi mana broilerga joyimizda ozgina o'zgartirish kiritaman. Mana shu yerdan to'sib olmoqchiman. Alohida boks bo'ladi-da bu. Naryoqda ham to'sib oldim, bitta kirish, bitta chiqish bo'ladi. Bitta kartonga bu tomonni o'rab olmoqchiman. Bu tomonni ko'ring. Akkuratni, shinamgina, top-toza. Har 3 kun, 2 kun uzog'i bilan 4 kunda mana toza tursa, xudo xolasa, hid kelmaydi. Bular oshiqcha rasvo bo'lmaydi, latoga tashqarida bo'lgandan keyin. Bedana ham xuddi shunaqa, 2 kun, 3 kun. Oshiq borib ketsa, voydod bo'lsa, 4 kunda bir tozalanishi kerak. Tuxum qo'yadigan joyimiz, ko'ring-da. Tuxum qo'yadiganga buni krishkasini bir maslahat berib qoldi. U yaxshi zo'r ekan, shu maslahat berganga rahmat katta. Bitta krishkasini ikkiga bo'lib, taygani olib qo'yib chiqdik. Endi somonga hech fursat bo'lmayapti. Somonlarni solib qo'ysak, уже bilmayman, balki tashqariga qaytlargadir tuxum qo'yib yuborayotgan bo'lishi mumkin. Balki naryoqlarga to'yayotganlar, bir oqtarib ko'raman. Bu tomonni bitta ko'ring. Oq prins. Ko'rsangiz, ancha katta bo'lib qoldi ular ham. Mayda-mayda olib keldim. Asha o'zimiz eskilardan. Bu ham xuddi shunaqa, top-toza tursa, xudo xolasa hech qanaqa bir mikrob ham bo'lmaydi. Nasib bo'lsa, bu yerdan qator dezinfeksiya qilaman. Dezinfeksiya jarayonlarini mana yerda to'sib, alohida bir tepalarni to'sgandan keyin unga ham video qilishga harakat qilaman. Bu tomonlarni shu olmoqchiman. Xudo xolasa broilerni so'raganlar ham juda ko'p edi. Nasib bo'lsa, navbatga turib kelganmiz, inkubatordan ochilishiga aloqaga chiqishadi bizga. Dezinfeksiya qilib turish kerak. Juda ko'p kasalliklar mana shu o'zi kattaxonani bardaligidan, sassiqligidan kelib chiqadi. Shuncha iloji boricha bir oyda yoki 15 kunda bir yengil dezinfeksiya qilib turish kerak. Biz ashnaqa qilamiz o'zi. Shu o'rdakxonamiz akkuratni vokilda xudo xolasa o'zimizni ziyonimizga ishlamaslik uchun ham mana shu ozgina vaqt ajratamiz tozalashga. Nasib bo'lsa, qanaqadir bir o'zgarishlar kiritadigan bo'lsa yoki bu yoqqa yaqinda tuxum qo'yadigan bedanalarga xudo xolasa reja qilyapmiz. Tuxum qo'yadigan broilerskiy bedana bor ekan. Shularda xudo xolasa harakatlanamiz. Noodatiy holatda katta qurmoqchimiz. U tepada turadigan qilyapmiz. Qilmoqchimiz anarog'i. Ular bilan bo'lishib boraman xudo xolasa. Ozgina fermani, kichkinagina fermacham bilan bo'lishkim keldi. Salomat bo'ling, fermalarga baraka bersin.